Assalomu alaykum. Singlim yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Meni familiyam Jumayev, ismim Zohir, blogerman. Jizzax viloyatidan mehmon bo'lib keldim sizlarga. Mana hozir siz bilan o'sha Chixol pollikda gaplashib sizni ko'rib, hayron qolib, to'g'risi qoyil qolyapman. Ham Chixol qilar ekansiz, ham pollik tikar ekansiz. Chevarligingizni ko'rib men juda xursand bo'lyapman. Ismi familiyangizni tanishtirib olasizmi? Men Qodirova Farangiz, Islom qiziman. Bu ishni boshlaganimizga 10 yildan oshibdi. Malades. Ishlarni davom ettiryapmiz. Farangizxon, mana shu nechta farzandingiz bor? 5 ta farzand. 5 ta farzandingiz bor. Mana hozir men sizni mehnatlaringizni ko'rib, keyin siz bilan biroz suhbat qildim. O'zingiz xabaringiz bor. Shu yerda chiqib tikib turgan paytingizda o'sha o'zingizni uyingiz bormi desam, yo'q, kvartirada turaman deganday qildingiz-da. Nechta farzandingiz bor? 5 ta farzand. 5 ta. 5 ta farzand. Nechtasi bog'chaga boradi ularni? Hozir bog'chaga berishga sharoitimiz yo'q edi. Nechtasi bog'chaga yoshida? 2 ta egizakchalarim 1 yosh. Kichik 3-o'g'lim bu yil 1-sinfga chiqadi. Kattalarim 3-sinf, 8-sinf. Endi shu sizga yana bitta savol bersam, ruxsat bersangiz, mana kvartirada turaman deyapsiz. Shu oilaviy imkoniyatim to'g'ri kelmayapti, bog'chaga berishga deyapsiz. To'g'rimi? Endi shu mana shu davlatimiz, hurmatli prezidentimiz tomonidan hozir o'sha kambag'allar oilasi, ayollar daftari mana shunaqa nimalarga kiritilyapti-da, ya'ni ijtimoiy himoya daftarlariga. Siz shularda qaysi yo'nalishidasiz? Yo'q, men hech qaysiga kiritilmaganman. Nima sabab? Ayollar daftariga kirgizasiz, sizni xurnalingiz bor, ayollar daftariga kirgizolmaymiz deyishgan. Ne? Pasoviyaga bersam, o'zingiz davlat ishida ishlamaydi, o'shaning uchun bera olmaymiz dedi. Davlat ishiga kira olmaydi, chunki tadbirkorligimiz borligi uchun. Hech qayerdan yordam bo'lmagani uchun iloji yo'q. Bolalarni oldingizda shu o'zingizda ham qaramog'ingizda shu yerda xonada majbur bo'lyapsiz. Endi men O'zbekiston Respublikasi prezidenti shu ayollarga, ya'ni mana shunday ko'p bolali insonlarga, ya'ni ayollarga juda ko'p sharoitlar yaratilganda, nima uchun menga mana shu hozir siz bilan suhbatda bo'lgan paytimda nima uchun mana shu narsa sizga tatbiq qilinmagan? Nima uchun hurmatli prezidentimiz barcha bironta ayol e'tiborsiz qolmaydi? Mana hurmatli prezidentimizni administratsiya rahbari Saida Mirziyoyevani o'zi ham aytgan, eng chekkadagi ayolga ham mana shu O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaramog'iga barcha sharoitlar qilib beriladi degan. Men hozir ko'ryapman, mana bolalaringiz, endi farzandlaringizni men videoga ola olmayman, endi to'g'ri tushuning. 5 ta farzandingiz bor ekan, men ko'ryapman, o'ynab yuribdi. Lekin siz pasobiya bermasa, bog'chaga yordam bermasa, mahalla sizga moddiy yordamlar beryaptimi? Biron bir marta. Mana hozir Yangi hayot mahallasimi? Yangi hayot mahalla. Yangi Darxon, Yangi hayot mahallasi. Biron bir marta holingizdan xabar oldimi? Yo'q, biz kvartirada turganimiz uchun shu yerda kvartirada turamiz, ijarada turamiz. Bizga pasobiya beriladimi deb murojaat qilganimda bo'yadilar, bunga aytishgan. Siz endi kvartirada turganligingiz uchun bermaydi. Ertalab ishga kelasiz, kech bo'lganda ketasiz. Endi ijara shartnomalarimiz bor ekan. O'shalarni taqdim qilib berganman. Baribir hech qanday yordam yo'q. Mana hozir sizga yana bitta savol, mana videoga oldim. To'g'risi qiziqdim. Sizdek mehnatkash ayollar O'zbekistonga kerak-da. Bu har kimga emas, o'tirib olib, chiqol tikish, bu poliklar tikyapsiz. Men o'zim mana ko'ringlar, qanaqangi bir chiroyli poliklar, sidenalarda chiqollarni qilyapti. Mana tashqarida bir nechta mashinalar shu qarab turibdi. Bu to'g'ri, buni ortida katta mehnat turibdi. Borar ekansiz, aytib beryapsiz. O'sha materialni qarzga olib kelaman, boshqa qilaman. Uni endi arzimagan summa qolsa ham, zato hech kimdan muttaham bo'lmasdan, yo bo'lmasa nima qilmasdan halol mehnat bilan boqyapsiz rizqingizni. Shu agar biz
bizga ham yordam berilganda edi, biz ham shu ishlarimizni kengaytirib. Da, endi men ham shu savolni bermoqchiman sizga, yana mana shunaqa mashinkalar bersa, Shunday. yana qo'shimcha kuch bersa, siz yana buni kattalashtirgan bo'larmidingiz? Kattalashtirgan bo'lardim. O'zimiz niyatimiz shunday edi. Ishchilar olsak, hech bo'lmaganda bir 10 ta mashinka olsak, Shunday. ishchi olsak ham rivojlantirsak. Hozir mana elektromobillar, mashinalar ko'payib ketgan. Da, da. Ularga O'zbekistonda chexol hali chiqmagan, faqat GMga chiqqan. Hamma Xitoydan olib keltiryapti. Xitoydan olib keltirmasdan o'zimizdan ishlab chiqarsak Yaxshi bo'lardi albatta. U aylanma mablag' shu O'zbekistonda qoladi. Bu narsada endi hozir mana siz aytyapsiz, mana shu banklar tomonidanmi, shu mahalla yoshlar hokimiyatni mana shu nima deydi, mahallani hokim yordamchilari kelib sizga mana shunaqa ishlar yoki bo'lmasa sizga qandaydir yengilliklar yaratishda biron taklif kiritganmi? yo'q, kiritilmagan. Umuman kiritilmagan. Lekin bu haqida murojaat qilmaganman, chunki oddiy posobiyani ololmaganim uchun foydasi yo'q bo'ladi. Shunday o'ylagansiz va o'zingiz meni to'g'risi qiziqdim, lekin mana siz 5 ta farzandni katta qilib, mana shu yurtga, vatanga shu tayyor nima deydi, vatanga mehnat qiladigan, vatanda o'ylaydigan yigit qizlarni katta qilyapsiz-da, ko'rdim, xursand bo'ldim. Shularning rohatini ko'ring. Hozirgi zamonda sizni bu qilayotgan ishlaringiz jasorat-da, men shunday deb o'ylayman. U har kimga endi chunki men o'zim ko'ryapman, boshimda sidenalarni o'zingiz yechib olyapsiz, chiqollarni o'zingiz qo'yapsiz. Bu har kimga emas, bitta erkak kishi, shunday erkaklar bor, qo'liga kuch ushlolmaydiganlar bor. Men ko'rib hozir hayron qolyapman, sidenani siz yechib olib, mana shu narsalarni ko'rib hayron qolyapman-da. Lekin men sizga ko'proq aytadi shu narsalarni. o'shaning uchun qiziqib ketib, Bizda shu hunarimiz shu soha bo'yicha shu orqali bola chaqa boqaman deysizda. Endi to'xtab qolmash kerak. Men sizga mana shunday matonatingizga tan berib, men umid qilib qolaman hurmatli Saida Mirzayevamizga mana shu yerga kelib, bo'lmasa ham hech bo'lmasa e'tibor kelmasa ham mayli. Ozgina bo'lsa ham sizga e'tibor qaratib olsa, mahalla, hokimiyat, Toshkent shahar hokimligi u juda bir oliyjanob ishlar bo'lardi. Subsidiya hozir sizga aslida subsidiya orqali uy bersa ham juda katta savob ish qilgan bo'ladi ular. oyma-oy Lekin bermaydi. Lekin qurbingiz yetadi u to'lashga. to'lashga qurbimiz Subsidiya orqali bersa, endi mana ijaraga to'laydigan pulimizni subsidiya orqali bizga uy berilsa, o'sha uyga to'laymiz, o'zimizda bo'lib qoladi. shunday. Endi hozir qaniydi bizga ham yordam berilsa, Shunday, bolalarimizni bog'chaga olsa deng, pasobiya berilsa. Endi pasobiya berish shart deb o'ylayman. Masalan, chunki sizni bolangizni shu sut pullari boshqasi ertaga bular davlatga tayyor kuch bular. Hozir egizakchalarim uchun ham nima yordam bor deb mahallaga murojaat qilganimda hech qanaqa egizakcha bo'lsa ham yordam berolmaymiz sizga. O'sha mahalla raisini taniysizmi? Yo'q. Tanimaysiz, familiyasini ham bilmaysiz. Lekin ko'rsangiz taniysiz. Xotin-qizlarga uchrashgansizmi? Xotin-qizlarga ham uchrashganman. Yo'llarga borib gaplashganman. Hozirgi bu video olyapman, mana o'z xohishingiz bilan intervyu beryapsiz, to'g'rimi? Hech qanaqa ta'ziq nima qilinmadi. Men o'zim xohladim sizni shu yaxshi ishlar qilayotganingizni elga tanitish uchun va siz mana shunday yaxshi so'zlarga va yaxshi nima deydi, faxrli so'zlarga loyiq ayolsiz deb o'ylayman. Mening zamirimda siz ham O'zbekiston qahramon ayollari safidasizda. 5 ta bolani ham beshikda, ham beshigini tervatyapsiz, ham ro'zg'orni tervatyapsiz, ham mana shuncha mashinalarga chexol, poliklar qilyapsiz. Bolalaringiz ko'ryapman, uni olib kelib beryapti, buni olib kelib beryapti. Bu tahsinga loyiq. Lekin davlat ham qarab turmaslik kerak deyman. Sababi mahalla, davlat, hokimiyat sizga uy bilan qat'iy ta'minlab bersa, bog'chalari bilan ta'minlab bersa, siz yana ham bu ishni kengaytirib rivojlantirishingiz mumkin. To'g'rimi? Sizga muvaffaqiyat tilayman. Umid qilib qolamiz. Xudo xolasa menimcha hokimiyat albatta sizni oldingizga kelib murojaatlaringizni o'rganib chiqadi degan umiddaman. Siz sog' bo'ling.